Navbatdagi mijozimiz xonadonida mehmonxona qismiga ko'rib turganingizdek Evring penal komodini joylab berdik. Ko'rib turganingizdek uyni interyer dizayniga shunaqangi zo'r tushib berdi. Ayniqsa ranglarni ajrab berganini qaranglar. Juda go'zal. Oynasiz holatda qo'yib berganmiz. Komodini televizor o'rnatilganda juda chiroyli effekt bo'ladi. Lekin ona juda go'zal tushib qo'ydi uyga. Original baribir original. Kraska sepilishlari o'ta chiroyli, go'zal sepiladi. Mana bu joylarni ko'rsanglar, bulut effekti bo'ladi. O'ta chotki pastda 3 ta tortma, 2 ta eshik, komodda esa 4 ta eshik bilan jihozlangan. Polni eksentrik deyiladi mebellarimiz. Buni nima desam bo'ladi? Kopiyasini chiqarish, hatto shuni ham kopiyasini chiqarishdi. E'tiborga berish kerak bo'lgan joylari mana shu joylari mana rezinli qilib ishlanadi. Terilishlari mana eksentrik deganda ko'pchilik tushunmayapti. Mana shu metalni ajrab yana metalga qotiriladi. Shunda mebelni necha marta buzib boshqa joyga tersiz ham mebelga ziyon yetmaydi. Polniy vakuumda ishlanadi. Ozgina puldan qochib kopiyasini olsangiz, yillar davomida ishlatish hisobiga tezda ishdan chiqib qoladi. Ozgina qimmatroq, mana originalni olib ishlatganingiz zo'r. Chunki uyga qanchalik ko'p pul sarflaganingiz bilan mebel kopiyasini qo'yib qo'ysangiz, sarflagan pulingiz umuman musorga chiqib ketgandek gap. Chunki uyingizni ochib bermaydi. Originalda mana remontlarni juda zo'r qilib ochib beryapti.